alaykum, qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 30 kvadratli veranda o'rnatganmiz. Akfa firma antrazit oynalari tonirovkali qora oyna. Ustun oldi taraflarini o'raganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu oynamizni kvadrat metrini 580 ming so'mdan qilib berdik. Tonirovkalari zo'r. Ichkari ko'rinishi. Har bir romlarning ochilishlari bor. Yo'pirday romi. Ko'rishlar mumkin. Ichkari holatdan tashqari osonlikcha ko'rina oladi. Tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Balkon ruchkalar bilan qo'yib berdik eshiklarni. Romlar doimiydek Akfa o'zini ruchkasidan qo'yganmiz. Kimga shunday Akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 987 12 37 nomerlarimizga aloqa qila olasizlar. Vodiy bo'ylab shunaqa narxlarda qilib beramiz.